Mana ko'ryapsizlarmi, bu keyingi mijozimiz, ya'ni Rossiyadagi zapretlarni oshirishga keldi, ya'ni to'lanmagan jarima bo'yicha zapret bo'lgan. Egiz akim Hasanboy hozir gaplashib, dogovorlashib o'tiribdi. Mana oldi berdilarni video syomka qilib, o'zi tashlab, o'ziga ham tashlab beramiz va tilxatlashamiz, kerakli hujjatlarni qilamiz. To'lanmagan jarima bo'yicha zapret bo'lgan, poponchas 120 FZ114 bilan Xudo xohlasa Sankt-Peterburgda qo'yilgan ekan, uzoqi +- 4 oy ketadi unga ochishga. Xudo xohlasa Rossiyaga borgandan keyin video tashlab beradi. Ism familiyalari Iskandarov Murodjon Hazarasovdan, ya'ni Xorazm viloyati Hazarasov tumanidan. Kimin Rossiyada deport zapretlari bo'lsa, tekshirtirmoqchi bo'lsa, Moskvada ishonchli advokatlarimiz bor, aniq qilib tekshirib beradi va ochiladigan bo'lsa, qonuniy yo'llar bilan bekor qildirib beramiz. Hammasini ham ochib bo'lmaydi, ko'pchilik telefon qilib, "Liboyni ochamiz" deyapsizlar deb. Unaqa demaganman videoda. Hamma videolarim oxirida aytganman, hammasini ham ochib bo'lmaydi yoki o'rtasida aytganman. Hammasini ochib bo'lmaydi. Bu Xorazm viloyati Urganch shahridagi ofisimiz, bu yer esa Toshkent shahri Olmazor tumanidagi ofisimiz. Pastda Telegram nomer, Telegramga yozing, operator qizlarimiz ofisimiz manzillarini tashlab beradi, sizlarga qaysi biri yaqin bo'lsa. Videoga like bosib, deport zapreti bor do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.